Ushbu kitob O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil davomidagi serqirra va samarali siyosiy faoliyatiga bag'ishlangan. Kitob fotosuratlar, qisqa sharhlar va tahliliy materiallar orqali Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan islohotlar mazmun mohiyatini ochib beradi. Davlatimiz rahbari ezgu maqsadlarni amalga oshirish yo'lida tinim bilmay mehnat qilyapti. Eng muhimi, islohotlar, o'zgarishlar samarasini har bir mahalla, har bir xonadon va har bir inson o'zining kundalik hayotida his qilmoqda. Prezidentimizning ochiq, pragmatik tashqi siyosati barcha sheriklar bilan yaqin hamkorlik, o'zaro manfaatli do'stlik aloqalarining yo'lga qo'yishi natijasida O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasi yanada mustahkamlandi. Dunyoning ko'zga ko'ringan yetakchilari bilan oliy darajadagi siyosiy muloqotlar yangi bosqichiga ko'tarildi va muntazamlik kasb etdi. Yakunlangan yil beistisno fan, ta'lim, madaniyat va sport sohalarida ham quvonchli natijalarga erishilgan davr sifatida tarixdan joy oldi. Mazkur nashr nafaqat yil yakunlarini aks ettiruvchi to'plam, balki muhim tarixiy manba sifatida olimlar, siyosatshunos va sotsiologlar, tadqiqotchi va talabalar, qo'yingki yangi O'zbekistondagi islohotlarning borishi, prezidentning faoliyati bilan qiziqadigan keng kitobxonlar ommasi uchun xizmat qiladi.